Assalomu alaykum. Vatanimiz va jahonda sodir bo'layotgan qizg'in jarayonlarni Fresh News informatsion dasturi sizga tanishtiradi. Studiyada Marjona Ramazonova bugun dasturimizda. Samarqand viloyatida Xo'roz jangi maydoni fosh etildi. Italiya bosh vaziri O'zbekistonga rejalashtirilgan tashrifini qoldirdi. Real Madrid yetakchisi 2 yilga futboldan chetlatilishi mumkin. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Samarqandda haydovchilik guvohnomasini firibgarlik yo'li bilan sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Dastlab shu haqda. Samarqand viloyatida firibgarlik bilan bog'liq jiddiy holat fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, 43 yoshli shaxs fuqarolarga imtihonsiz haydovchilik guvohnomasini olib berishni va'da qilib, ularning ishonchiga kirgan. U har bir guvohnoma uchun 1000 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan va shu yo'l bilan 20 nafar fuqarodan jami 20 ming AQSh dollari olgan. Ichki ishlar organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu firibgar jinoyat ustida qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan tergov organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Samarqanddan uzoqlashmaymiz. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shaxsiy hovlida tashkil etilgan Xo'roz jangi maydoni aniqlanib, faoliyatiga barham berildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur maydonda 100 dan ortiq fuqaro noqonuniy tarzda yig'ilib, hayvonlar o'rtasidagi jangni tomosha qilgan. Ular orasida xo'roz egalari, jang tashkilotchisi va oddiy tomoshabinlar bo'lgan. Har bir kishi kirish uchun 25 mingdan 30 ming so'mgacha to'lov qilgan. Bu holat noqonuniy daromad orttirish, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat va jamoat tartibini buzish holatlarini yuzaga keltirgan. Tadbirni tashkil qilgan 43 yoshli shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qonunga muvofiq unga 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Ayni damda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Joriy yilning 15-aprel kunidan 15-may kuniga qadar poytaxtimiz Toshkentda xavfsiz va sog'lom yurt oyligi o'tkazilmoqda. Oylik davomida bosh boshqarma xodimlari tomonidan ta'lim muassasalarida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi tadbir poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika yo'nalishidagi talabalar bilan o'tkazildi. Shoshgandan keyin nima qiladi? Xato qiladi. Qanaqa xato qiladi? Qarama-qarshilik qo'yishi mumkin, qizil chiroqdan o'tishi mumkin, telefondan foydalanishi mumkin, piyodaga yo'l bermasligi mumkin. Ketma-ket mana hammasi mana shu qoidaga shoshqonib amal qilmaydi. Bugun xalqaro jurnalistika fakultetida ichki ishlar xodimlari biz bilan targ'ibot o'tkazishdi. Targ'ibot jarayoni juda ham qizg'in o'tdi. Esdalik sovg'alari bilan taqdirlandik. Bugungi tadbirdan umumiy xulosalarni aytadigan bo'lsak, yo'l harakati qoidalariga amal qilamiz va sizlarni ham shunga chorlab qolamiz. O'tkazilgan uchrashuv davomida talabalarga so'nggi paytlarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari oqibatlari va tayyorlangan maxsus video lavha namoyish etildi. Uchrashuvda talabalarning barcha savollariga javob berildi va shu kabi tadbirlar joylarda davom etmoqda. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining bir nechta shtatlarida yuzaga kelgan kuchli o'rmon yong'inlari aholiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Yong'inlar keng hududni qamrab olgani sababli favqulodda holat e'lon qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rmon yong'inlari sababli 3000 kishi evakuatsiya qilindi. Mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlar xizmatlari tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlar kuchli shamollar va quruq ob-havo sharoiti tufayli tez suratda tarqalmoqda. Yong'inga qarshi kurashish uchun yuzlab o't o'chiruvchilar safarbar etilgan. Shuningdek, maxsus aviatsiya texnikalari ham jalb qilingan. Hozircha yong'inlar oqibatida jabrlanganlar to'g'risida aniq ma'lumot berilmagan, ammo ba'zi uy-joy va infratuzilmalarga zarar yetgani aytilmoqda. Rasmiylar aholiga xavfli hududlardan uzoqlashishni va favqulodda xizmatlar ko'rsatmalariga amal qilishni tavsiya qilmoqda.
Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni O'zbekistonga rejalashtirilgan tashrifini qoldirdi. Batafsil navbatdagi lavhamizda bilib olasiz. Italiyaning amaldagi bosh vaziri Giorgia Meloni O'zbekiston va Qozog'istonga amalga oshirishi rejalashtirilgan rasmiy tashrifini qoldirishga majbur bo'ldi. ANSA agentligining xabar berishicha, bu qaror Rim papasi Fransiskning vafoti munosabati bilan qabul qilingan. Avvalroq 25-27 aprel kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan safar doirasida Giorgia Meloni Samarqand shahriga tashrif buyurishi va Qozog'istonda o'tkazilgan xalqaro sammitda ishtirok etishi kerak edi. Tashrifning yangi sanalari hozircha rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, u yaqin haftalarda amalga oshirilishi kutilmoqda. Italiya rasmiy doiralari Giorgia Melonining mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tashrifi keyinga qoldirilganligini ta'kidlab, ikki tomonlama aloqalarga bo'lgan e'tibor o'zgarishsiz qolishini bildirgan. Real yetakchisi 2 yilga futboldan chetlashtirilishi mumkin. Shu va shunga o'xshash sport yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Madridning Real klubi hujumchisi Vinicius Junior Xalqaro futbol federatsiyasi tomonidan tekshiruvdan o'tishi lozim. Bu haqda Marca xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, 24 yoshli futbolchi bir nechta futbol klublariga egalik qilgani uchun manfaatlar to'qnashuvi qoidalarini buzganlikda gumon qilinmoqda. Agar braziliyalik aybdor deb topilsa, 2 yilgacha futboldan chetlatiladi. Joriy mavsumda Vinicius barcha turnirlarda 47 ta o'yin o'tkazib, 21 ta gol urdi va 15 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Futbolchining klub bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Futbolchi 200 million yevroga baholanmoqda. Muhammad Saloh klub bilan 2 yillik yangi shartnoma imzoladi. Hujumchi Liverpool muxlislariga kelishuv e'lon qilingandan so'ng murojaat qildi. Men bu yerda bo'lishdan juda xursandman. Men shartnoma imzoladim, chunki ishonaman, birgalikda yana ko'plab sovrinlarni yutishimiz mumkin, deydi Liverpool hujumchisi. Eslatib o'tamiz, Muhammad Saloh Liverpool safida jami 33 ta o'yinda maydonga tushib, 27 ta gol va 18 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Tajribali murabbiy Jose Mourinho Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lishi mumkin. Federatsiya Fenerbahce murabbiyi bilan aloqaga chiqdi. Garchi hozircha Roberto Martinez jamoani boshqarib turgan bo'lsa ham, u milliy terma jamoani Millatlar Ligasida muvaffaqiyatli boshqarishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Fresh News'dan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.